Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Xitoyliklashish va Uyg'ur restoranchiligi haqida bo'ladi. Bugungi bu suhbat programmamizga qimmatli aziz mehmonlarimizdan professor, doktor Jamiyatsiz Abdurashidjon Qorliq muallim taklif qildim. Assalomu alaykum Abdurashidjon muallim. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va aleyküm assalam. Programmalarınız diasporadaki tilimiz, kültürümüz ve fikriyatımızın təxidimi sağlam tərəqqiyatıga vesile bolğay. Rahmet təklif qıldım. Rahmat, sizga rahmat. Endi bugungi temamiz dedik, ya'ni Xitoyliklashish va Uyg'ur restoranchiligi deb, endi shu diasporada hozir ko'rib turibmiz, Uyg'ur restoranchilik nimasida Uyg'ur tamoqlarini Xitoy yazıqı bilan tushundirish, Xitoy ko'plab tashviq qilish, Xitoy tilini asos o'rinda qo'llanish, hatto Xitoyga alohida mulozimat qiladigan mushtaq ahvollar diasporada Uyg'urlarning ko'nglini g'ash qilib, bugun bu film suhbatni savollar qismiga kirishdan burun bir ikki video bor. Bu videoni bir qisqacha bir ko'rib o'tib, ankam shu video ko'rgandan keyin tayyorlagan savollarimiz bor. Shu savollar asosida boshlaymiz. Birinci video. Birinci video, yani Yaponiyadagi karvan Şinjan oshxonasi deb buning viskisimi Şinjan oshxonasi deb alohida yozilgan Xitoycha ham yapon tilida. Undan boshqa ichki bezakchilar qarasak, bizningki Uyg'urlarning kultural kimlikni aks ettirgan rasmlarni ko'rdik. Yana bir video. Bu ikinci video. Bu Kanada'daki Uyg'ur oshxonasiniki xo'jayini, hani ko'ryapmiz, Uyg'ur kebablarini ekilib, Xitoylarning og'ziga sep qo'yayotgan ko'rinish. Tashqi yaptı qarasak, ustam yoki oshxonaning sohibidir, Uyg'ur do'ppisini kiyib Xitoylarning oldida qo'lchilik qilayotgan bir video. Yani üçüncü bir video. Üçüncü video, yani mushtaq men bu Facebook'ta Şinjan ismi ichilgan oshxonalarni tanqid qilib yozgan yozmalarimga, so'zlagan videolarimga qarshi so'zlagan Erkin Ismoil deydi ismini. Bu burun Abdumurayillik qonun doktori bo'lib ekan, ham shu qonun doktori biliminiki mudir bo'lgan odam ekan, oliy ma'lumotli. Buniki so'zlagan so'zni anglab boqaylik. Acımka, gapingizni anladım. To'g'ri, hamma odamningki dunyo ko'z qarshi o'xshamaydi. Sizning bir, yana birisining bir, mening bir, balkim o'xshashmaslik bo'lishimiz mumkin. Hamda Uyg'ur masalasi kelganda hammamiz o'zimizning millatini suyimiz oldi bilan. Millatimiz uchun jinimiz pido. Bu tarafdan shubha yo'q. Ammo ba'zi bir inchki ishlarda, bo'lib diasporada yashayotgan shu dunyoga taqilib ketgan Uyg'urlarimizda çoğun mesele görülmeyen şart aslında biz
hayat kechirish, ya'ni oilasini beqish, igilik tiklash yo'lida ba'zi bir ahvollarda masalan Şinjan deb qo'llandi deb hozir xafa bo'lyapsizlar-ku. Şinjanda xat yozibdi deb. Masalan Şinjan deb yozgan bo'lsa, yana nima bo'pti? Yozsin. Ras aşağıdan kelgan bo'lganiki 276 yildan yoqi ash o'rinni Şinjan o'lkasi deb, keyin Şinjan avtonom rayon deb, Şinjan deb kelibdi, 300 yil bo'lib qolibdi. Ajdodlarimiz. Shu yerdan keldik. Amerika Oq saroyda, Amerikaninki har qaysi gazet jurnallarida, burunqi Erkin Osiyo radiosida, hattoki dunyodagi nopusliq har bir davlatninki rasmiy agentlarida hech qachon bir yerda bir Sharq Turkiston deb olgan yeri yo'q. Ularni nima ish tilamaysizlar? Hammasi Şinjan deb oladi. Hozirgacha Amerikaning rasmiy organlarining hammasi Şinjan deb uyg'urdi. Şinjan deb oladi ish qilib. Bütün agentlar. Bununla nima ishga bir itiroz bildirmaysizlar Amerikaga? Amerikaning prezidentlarga. Bir bo'lsa, bir o'qig'inimi o'xshashga, o'qimaginim o'xshashga bu odamninki. Bir bo'lsa, birsi taksi chiqib, xalqninki shu sodisini buzib, vaqirab Xitoy kiribdi bu oshxonaga, Xitoyga tamoq setibdi deb, u yerda bir Uyg'urning yuzini to'kib vayron qilsa, o'zining shu yuzini to'kib. Bu haq nim deb o'ylab qoldi hojimka, Uyg'urlarni nim deb o'ylab qoldi. Men birsi Şinjan deb yozib qo'ygan bir xatini ko'rablam uni vayron qilsa, endi bu biz qanday bir millat, yana chet elliklar ko'rsa bu radikal millatkan, bu nasis millatga demamdi bizni. Aql idrak nega ketdi bizniki? Bu balımı nəhayət yaxşı bola, jigirba bola. Bunun dadısını mən tanıyman, dadısı lükçək baladı. Rahmetlik baldur tügəb gitib qaldı. Bu balımı dadısı oxşaş jigirba bola qile. Heç qanda adamdan yanmaydı. Köydük muşlaşqanlarını 2-3 peşva bilan neçisini yıqıtqan bala bu Ankara'da. Şiltin atqanlını. Lekin bu bala nəhayət eğir bisiq, pakis çoğulğan yaxşı bala ma o. Bunu bir Şinjan nimesi yizipti de bu balının igiligini biz veyran kıvetsek, bu doğru olmaydı bu, adalet olmaydı bu, Allah'ın aldığı mı adalet olmaydı bu. 300 yıldan yakı yiziptik, kaysınlar çıkıp vakıra, Şinjan deme yazma dep diyaldın la vatanda. Kaysımız diyaldık. Bir ay çıkıp, ügüz çıkıp, batırı ölüp, işten kokmagan Alet ki kevasak bombaydı, adalet bulaylı bir yerde. En az degende adalet bulaylı bir yerde. Raskep bulaylı, adalet bulaylı. Bunda radikalleşip kessek bizim işimiz çatakıman oldu. Hacımka. Ama hakiki sözüm meninki. Siz yaxşı adam bir adalet kesip koyasınız bu işte. Rahmet. Xo'sh, endi Abdurahmonov hozir 3 videoni ko'rib o'tdik. Siz endi jamiyatshunos, bu sohada yetishgan professor, nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladingiz, nurg'un jamiyatga oid nurg'un narsalarni tadqiq qildingiz. Endi shu videoga ko'rib bo'lganda biz bir savol qismiga kiraylik. Ana qolgan savol qismida deyishaylik. Birinchisi, yemek-içmek kültürü bilan Xitoy yemek-içmek kültürünün farqi qaysi jihatdan ro'shan ko'rildi? Uyg'ur restoranlarida, Uyg'ur taomlaridan bakrak Xitoycha qo'rim nima uchun asosiy o'rinda? Xo'sh. Bu bayatın biz kögen veya ki anlayan avazda eksetken mesele bizim Uygur diasporası da veya ki vatanın içinde Şarkı Türkistan'da ki reallik. Endi bu yerdagi tanqid va yerdagi huzursuzlik nima degan chog'da ko'pincha kishilar erkin dunyoda va yoki 2016dan keyingi qirg'in mezgili tegicha davom qilayotgan shunday paytda nima uchun o'zini Uyg'ur degan, Uyg'urcha kiyim kiygan, Uyg'urcha so'zlaydigan kishilar Xitoy yemek içmek kültürünü
yayıdı yoki Uyg'ur nomida bu Xitoylarga ait har xil yemek içmek veya ki başka mahsulotlar bor amaliyotda. Bunu qiladi. Viviskisiga nima uchun Sharq Turkiston deb yozolmaydi va Shinjang deb yozadi veya ki shu tomoq tizimlikini atay Xitoycha qiladi degandek huzursuzluk bor, rahatsızlık bor. Hem de bunun karşısı da nimboptu deydiganlar bor. Bayanki ovozlarda anlagandek veya ki bu qilmishni intayin tabiiy ko'radiganlar. Hem de bu esli bizimki bugünkü sohbette bunu intayin cho'nqur bir cemiyatshunoslik nazariyasi bilan psixologiya bilimininki ba'zi uqumlari bilan cho'nqurlim tahlil qilish mumkin. Endi bu ommabop bir program bo'lg'achqa biz bek cho'nqur nazariyaviy abstrakit ba'zi uqumlarga kirmay hammamiz tushunadigan taqdimma ommabop bir şekilde men buni tahlil qilishga tirishib boqay. Hem de bu yerdeki tanqid qilganlar, narazi bo'lganlar veya ki bu hadisini qo'llab quvvatlayotgan nim bo'pti deyotganlarning orasidagi asli eng negizlik masala bizninki kimlik krizisi, kimlik bir böhranning ichiga kirganligimizningki bir isboti. Yana bir jihatdan buni biz kishilarningki asli mansubiyatiga qarashimiz kerak, ya'ni kimligiga. Bu nima uchun mushundoq aloqasiz vatanda bo'pti majburiyatdan, zulmdan, besimdan, siyosatdan ba'zi ishlarga majbur bo'lgan bo'lsa, chet elda nima uchun buni bundoq o'zi avtomatik mushundoq qiladigan bo'lib ketadi. Mesuliyet, şuna bir mesuliyetni üstüge alıdı. Degandek noktalardan karşımız gerek. Hem de bizden Uygurlarınki Xitayning hakimiyetide bayam bireylen Şinjan 276 yıl, 300 yıl degandek gapni qilibdi. Herhalde bu kişi bu en akalli bir nemenin bilmeydiken mesela. Şinjan degen nam 1884 yılı vatan işgal kılınıp mustemliki başlaganda koyulgan nam. Yani bizimki Şarkı Türkistan veya Koçaltı Şarkı Türkistan degen nam yok. Kaşgariya devletinin, Kaşgar devletinin munqarz bo'lgandan keyin ishg'ol qilgan Manchu Çin imperatorluğu imperiyasi bu yerni tamamen müstemlike qilishga boshlaganda birinchi ulab u rayonning ismini o'zgartgan 1884'te. Yani bizdeki Xitoyliklashish veya Xitoyliklashtirish aş tarixda başlagan. Hem de şu tarihte itibaren bugün günümüzge ekildiğin bolsak 131 yıl olgan buludu da hatalaşmasam 131 yıldan beri Şinjan degen isimler bizge zo'lagan. Hakikaten zo'lagan vaqti 1955. Çünkü 1955'ten burun bizden Şarkı Türkistanlıklarının mutlak köp kısmı Şinjan degen isimni qabul qilmagan. 55'ten keyin Şinjan Uyghur Abdum rayonu kurulgandan keyin Şarkı Türkistan, Türk degandek bu bizge ait devletçilik, milletçilik alakadar narsalar cheklangandan keyin bu Şinjan degen narsa zo'langan. Hem de şu Şinjan degen narsa zo'langandan keyin 56-55'ten keyinki 2025'ge ekildigan bo'lsak, bu yerda 70 yıllık bir cereyan var. Hem de 70 yıllık cereyanda bizde en az 4 nesil öttü degen gap. Yani şu 70 yıllık cereyanda almış vatıda 4 nesil. Kimileri hayat.
birinci nesil hayat, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü küçükler şu an devam kılıqlıq. Ama bu 70 yıllık cereyandaki Xitayning sistemalik, bularga ma'rif, kültür ve teşviqat sohasidagi izchil ve planlıq bu özgertiş, sındırış cereyanda bir türküm kişilerinki milli kimligi yeniden şekillendirildi. Yani 55. yıldan burunki milli kimlik aynen devam kıldırılmadı. Bu kimlikni Xitay tilimizden tatip, mesela tilimizde her 10 yılda, bazı hatta 5 yılda izçil bir özgertiş var. İmla özgertildi, onu özgertildi, bunu özgertildi. Sizin tiliniz özgürüşke başlayan çağda kalbiniz, diliniz, konunuzdaki nurgun nesler özgüreydi. Mesela 55. yıldan burunki devlet dili, yani bizimki bir cumhuriyetninki devlet dili 55'tinkin rayon tili aylandırıldı. Ve bu tildeki nurgun atalgılar, uqumlar her xil nam bilen çıkır bitildi. Tilimiz namlatlaştırılışka başladı. Esli, mesela 1000 yıllık, bizim en az 1000 yıllık bu Çağatay devrinden, Karahanlar devrinden kelgen Qashqar merkezi Kaşigar edebi til ulaştın, merkezi til ulaştın çıkır bitildi. Ürümçi degen bizim medeniyet dünyamızda 1955'lerden burun yok bir şehir. Ürümçi'nin merkezçiliki de Turpan merkezi bir diyalekt yaki til şekillendirildi. Bu özgertişler keyinki vaqtda başka sahalarga, o medeniyetsizler inkılabı degen o kültür inkılabı devrideki Uygurçını veyran kılıp bitiş, til, nurgun özgertişler var. Hem de muşu cereyanda muşu Xitaylık, Xitay kültürü bilen, Xitay zihniyeti bilen, Xitayninki puruqu bilen sığışken nispeten esliden özgergen, aynıp ketken bir türkümler bizde şekilleniş başlayan. Bu bizim aşkhana kültürümüzde olsun, tilimizde olsun, kişilik münasebette, hatta bazılarının çırayları özgürüp ketken veya özgürüp gitibatkan. Siz mesela 12 mukamınki Gazi Ahmet'in resimleri qarab bakın, o kişilerin tipolojisi ve bugünkü kişilerge qarab bakın. Estetik özgürüp ketken. Enadin keyin burun bizimki terakkiyatımızdaki ilham merkezleri Semerkant, Buhara, Kazan, İstanbul, Berlin olgan bolsa, keyinki vaqtda bizimki örnek aldığan veya ki mecburi bir şekilde Beijing, Lanzhou bu tarafga burib o'tilgan. Hamda muşu cereyanda şekillengen Xitayninki planlıq bu kültür, ma'rif, politik siyaseti bilen umumlaştırılgan bazı ahvallar var. Muşu ahvallar bilen Xitayga ait bazı narsalarning singib kirishi normallaştırılgan. Bizim özümüzünki 1000 yıllık esli umurtqa bo'lgan bazı yemek içmekten tatip estetikimiz, tilimiz, nurgun narsalar bir iskenceге ilingan, taraytılgan, bastırılgan, anınga yol açıp bitilgen. Şunu bilen bizimki içimizde bu Xitayga ait bazı narsalarning ismini lam Uygurchaga tercüm qilsak, bizimki bulardı deyilgan veya ki o kişininki esli ruhi dünyasıga ornap ketken bu Xitaylıqlık deyimiz, bu Chineseness deyimiz İngilizce, Türkçe Çinlilik deyilgan narsa. Bu Çinlilik degan narsa içiga yerlish bo'lgandan keyin xuddi bu Xitoylarninki dapshaq kültürüge o'xshash naiti yiligar bo'ldi, naiti yapsalima, naiti g'alati bir narsa. Buni darhol bir tildan ifodalashmi qiyin. Lekin qanday qildi degan chog'da ashiga oid narsalarning kirishiga imkon bor yo'l qo'ydigan, ashining narsalarni udul Xitoyning demay bizningki deydigan gap bor, vatandan kepti, vatanning mayli deydigan. Mesela o vatanning chegarasi yo'q. Sizning vatanning chegarasi Shimshanshaning bu tarafimi yoki Junxua mı?
aniq emas u yerda deydigan narsa. Lekin mahsulot qarashingizdan bilib ola olasiz qayaninki ekanligini. Hamda mushundaq intayin shalg'ut, intayin ismini qo'yash tez bo'lgan bir xil ruhiy holat, psixik holat bu Xitoyga ait ba'zi narsalarni o'zininki qilib taqdim qilish tirishish va yoki uning Uyg'urlarda umumlashishiga sababchi bo'lash, bir do'ppini kiyib olsaqlar Uyg'ur bo'lamiz deydigandek bir xil shekli narsalar oldiga chiqib olgan. Endi bayanqi mesele qaytib keldigan bo'lsak boshdiki biz texicha bu milliy kimlik ya'ni Uyg'urlik degan narsaning chegarasini sizishda biz qiynalamiz. Biz ko'pincha vaqtda Uyg'urcha so'zlasam, Uyg'urcha do'ppi kiyib olsam va yoki o'xshash bir o'zimiz bilan yurtdosh bo'lgan birisi bo'lsalam, biz bir millat deb oldigan Stalinist, sosyalist millet aniqlamasi var. Ortak makan, ortak tilda va hokazo deydi. Bugün biz nimadan taqdimmi bugünkü g'arib chiqqanlar agar g'aribdiki mushu yashayotgan davlatning tilini, ma'rif sistemasini, kulturini biraz ishga kirib chiqib o'qiganlar bo'lsa, taqdim obdan tushundiki bir millat degan narsa o'rtaq dard, o'rtaq qayg'u. Bu intayin muhim. O'rtaq narsada biz qayg'ura olsak, o'rtaq narsada yig'lay olsak, o'rtaq narsada kula olsak biz bir millat bo'lamiz. Ulus degan narsa shu. Endi shuni bu yerda biz ko'pinchalik biologik kimlikka qarab olamiz. Biologik kimlikka qarablam ismi Amtaxunka cho'qim Uyg'ur. Amaliyotda balkim uning kultural kimligi burun Xitoy bo'lgan bo'lishi mumkin, Arab bo'lgan bo'lishi mumkin. Va yoki boshqa millatga. Uyg'urcha so'zlayish mumkin. Ya'ni Uyg'urcha so'zlashning o'zidan bir o'lcham qilib olishmi munozir talab qiladigan narsa. Chunki sizin bilasiz ba'zi o'zini Uyg'ur deydigan ziyolilar bor. Uning Uyg'urchasidan g'aribliklar va keyin Uyg'ur tilini o'rganib Uyg'ur tadqiq qiladigan tadqiqotchining Uyg'urchasi nechasi yaxshi bo'lmaydigan. Roman so'zlaydi, yoza oladi, ilmiy maqola e'lon qiladi. Şu bir yerda mushundaq masalalarga biz inchga qarashimizga to'g'ri keladi. Bu yerda bizning mansubiyat degan kimlik chegaralarimizni aniq bilgan chog'imizda Uyg'urning tamiqi degan aniq. Uyg'urning tamiqi qurg'oq rayon jo'grafiyasi bizimki Tarim havzasi, Tarim o'ymonligi va shimoldagi Jo'ng'or o'ymonligi, Turpan qumu. Bu etraf muhitga mos bizim bir yemek içme kültürümüz var. Bu yemek içme kültürümüzünki bu Şarkı Asiyalık, bu Xitay veya ki Koreylik, Japoniyelik bu Şarkı Asiyalık milletli bilen anca alakamız yok. Çigralarımız intayin keskin. Ola bakın biz eydiğen koldamıdan tutun poloğuça bizim başka o mesela Turpan Kumul'un yapmasından tatip Olcanınki tamaklarıçılık hemmisi bizim rayonunki bu iklimiga bu yerda bizimki necha ming yildan beri taraqqi qildigan Türkistan merkezlik medeniyet kültür an'anamizga mos tamoqlar. Yani siz agar divani lug'at turkni o'qib boqadigan bo'lsangiz, uning 50 ne chiqilgu deyman. Hozir soni aniq yodimda emas. 90-yillarda biz buni qilgan. Bütün yemek içmeye qarab boqadigan bo'lsangiz, o zahardek achchiq, qo'rma, bu kuj narsalar yo'q. Bizning o yemek kültürümüzde. Bugünkü siz nimaga qaraydigan bo'lsangiz, Uyg'urlarning hozir popüler ommabop tamoqlariga Uyg'urning deb taqdim qilinayotgan restoranchiliklarda kishini nihoyatda bearam qiladigan manzillar bor. Endi men buni tugutishdan burun bir masalani bayanqi video bilan aloqador. Keyingi videodagi kishi Şinjan desi nim buldu deganda da'vat ketib etib manda bir narsani deydi.
Garip medyası veya ki siyasetçiler Şincan deyse açığınlık kemmey diyor. Manın demiş ki açığınlık kilidi o deydi. Menimce bu kişi bir yerde haklı, ayada haksız. Bugün garipte siyaset kılıvatkan veya ki akademik hayatta işlevatkanlar ayat Şincan deyip özürüm yazdı, özürümü sözdeydi. Onda oğlan çağda bu yerdeki bu double standart. Bunun karaş gerek. Bizde mi garipliklerle alakalımız, garipnin en küçük jurnallarda makale ilan kılımız. Biz Şincan demeylik. İngilizce bütün dersimizde İst Türkistan. Deylik. İşte mi? Yani karşı çıkıp seninki İst Türkistan deydiğin neresi yok. Bunu diyemeysen deydiğin bizim karşımızda bir akademiklik köyümüdür. Siyasetçileri gibi mesela bunu digili buludu. Mesela onun nemi değişemez, senin nemi devat kaldı. Yani sen eğer üzenge işenç bilen üzenin rayonunun ismige sen mağrur bir şekilde gururluk bir şekilde Şarkı Türkistan diyemegen olsan o çağda senden mesele var. Onu mu tenkit kılış gerek? Mesela siz belki bilirsiniz garip medyası da mesela Tibet deydi. Tibet diye etnik nam emez. Teritoriyal nam. Hong Kong deydi. O Hong Kong'daki etnik nam emez. Teritoriyal. Tayvan deydi. Tayvan mı? Teritoriyal bir zemin. Hong Kong'un Xitay ismi var. Şangan deydiğen. Tibet'in Xitay'ın deydi. Şizang deydi. Onda az deyiş gerek. Mesela ben deymen, dedim. Mesela her xil sorunlarda. Nim için sizler Tibet'e Şizang demeysizler, Hong Kong'a Şangan demeysizler, o Şarkı Türkistan'a Şincan deysizler. Bu qanday bir double standart. Bunu degandan keyin azroq aqli va biroz mantiqi biladiganlar u yerda to'xtaydi. Ha. Sizlar nima deytinglar? U yerning igisi ulashibdilar degan chog'da biz siyosiy nomini 1933dan keyin Sharqiy Turkiston degan, East Turkey. O çağda onu hiç olmagan çağda aşı sorun da boşuma bunu özgertirdi. Ben bunun şahit oldum. Angliya'da şahit oldum, başka yerde şahit oldum. Türkiye'de de bunu diyemeydik o bizde bayağı da Sincan o bu diyen nersini. Diyen çağda biz onunki ağzınınki nisibisini bəduk bir vatımız. Hem de bu kişininki mesela bu tenkidi yolluk. Sen manınga güküreysen, anınga nimişka gükürmeysen. Bununla gükürgenken anınga güküreş gerek. Bu izahatım müşagiç olsun. Lakin bu kişininki özünün eğer aşırayınga ait olsa Şincan degen namının 1884'te berilgenlikini bilmegenlike bir kemçillik. Eyip. Çoğun noksan. Rahmet Abdurrahim Alim. Endi savol yana Uyg'ur yemek içmek kültürler, Xitoy yemek kültürünü nima qilib bo'ldingiz? Nima uchun shu restoranlarda, masalan Turkiyada yamanchi qilib ketibdi. Gollandiyaning hamma yeri diasporaniki. Bu qadar Xitoylar yig'ib keladi, nima qadar Xitoyga tashviq qilamiz, asos Xitoychilarni asos qilgan tomoqlarni ko'proq chiqaradi. Buning sabablari nima sizcha? Ya bunun da menimce pek teəccüblenmesi gerek. Təəttürçü bir sual soraş gerek. Bu Şincancılar veya ki Xitayga tamaq satılan Uygurlar bu kadar köpken. Nim üçün chet elliklerge ve Uygurlarga tamaq satılan menüsüde, tizimlikide Xitay xet yazmaydigan, tamaklarının arasında Şarkı Asya tamaklarını çıkamaydigan, Şarkı Türkistan restoranları nim üçün yok degen sualını soraş gerek. Çünkü eğer Xitay kültürüge veya ki Xitay'ınki bu yayılmışılık, yumuşak güç stratejisinden haber bağla naiti asallı düşündüğün bir nersi var. Xitayla tamak arkalı, yemek içmek kültürü arkalı yat milletler arasında kenriydi. Yat milletler arasında özününki tesirini kengeytidi. Ve bu yat devletlerde bu Xitay'ınki misyonları var. Elçilikten tatip her xil paravan dernekleri, şirketler bu aşkanlar ziyan tasımı akıstı turudu.
sponsor oldu. Hatta ben Angliyada aldığım kıyla Sheffield'da bir ürümçi aşxanasını körgen ve keyin ben anlagan bir gap var. Qanchalik haqiqat ben bilmeymen. Diasporadaki köpünçe ürümçi namıda açılgan aşxanlar her xil şekilde Xitaylarla yakın alakası var. Hatta elçixanlarınki daimi berip kelip turduğu yerleri deydigandek bir narsani anlagan. Lekin bu qanchalik haqiqat bilmeyman. Lekin ben Angliyadakini körgünüm aşında. Angliyadakisi de hakikaten köpünçe vaqatlarda taqaq turduğan bir Xitay bilen bir Uyg'urninki ortak aşqanlıqını Ürümçi Uyghur yazıqlıq. Lekin nimeleri qarsanız teşidiki tamaq tizimdeki nurgun narsaları Uyg'urla alakası yok. Şunu deyişi mümkün. Xunandikilarmi Uyg'ur deb. Hem de Xunandiki Uyg'urlarninki kimligi bilan aloqador qilgan bo'lsa, hem de Xunandiki Uyg'urlar asosan Xitoycha tamoq yeydi hamda va yoki Tungancha. Lekin biz Uyg'ur degan chog'da ko'pincha vaqtda bizniki bugungi shu Sharq Turkistonlik Uyg'urlar ko'z oldimizga keldi va Uyg'urlarninki bir chegarasi bor. Xuddi biyologiyasi o'xshamagandek kültürü o'xshamaydi Xitoy bilan. Ve onun üstüge hem de yat milletlerini soraydı. Mesela Türkiye'den nurgullar soraydı benden. Bu sizinki bu Uygurluğun aşkınsideki tamaklar niminde Asiyaca, bu Türkistan, bu Uygur bizim Türk'ün nimisinden pek geliti tamaklar çıkıdı ki ismin pek uzun. Hatta bu sınıfın Uygurlar bir taraftan kırgınçılık var deyip şikayet kılsılar, yani bir taraftan okşaş aşkanda Xitaylarla yan yan oturup naiti inak ittifak tamak yerliydi kendisiler. Onun üstüge bu işletiqalıqı çoka, bir qatımlıq çok emesken deydi ço. Bunu dezenfeksiya kılıp, yakinim kılıp tekrar kollanılırken, işletildiken. Hem de köngünle qanday kötürdü. Aşı sılına kırgın qıygan, baskınçılık qıyganlar ılıqı çişlep yiygen veya ki yalagan tamak kaçırılan qanday tamak yiygenlik keldi. Hem de onu sen düşünüş için bizdeki Xitaylıklaşış asimilasyanınki seviyesini düşünüşün gerek. Yani karşınıza gelip ben Uygur'tum, ben Doğu Türkistanlıktım deyse onun hemmisi senin hıyalındaki gayvane, zeberdest Türk, Uygur olması mümkün. Belki o kültürel cihette, psikolojiye cihette asimilasyasını muayyen seviyeye ekip boğan buluş mümkün. Şuna o mesela Xitayga ait bazı tamaklığını aşkansız rahat takdim kılalaydı. Aşkansıga yat bulapma, özününki milletiga bugün zulüm kılıvatkallar kirsimi, bayankı siz kösetken video dikidek, ağızga apırıp tamak sep koygudek derecede taksikeş ve yani bizim Qashqarning tili bilan aytgancha solamchi bo'lalaydi mesela. Hem de bunu kıldırıvatkan nesi nime degen çağda siyasi bir ufkun bilan aytsangiz ikkidan ayrılanmaslık degen gap bor gol yangili bu kay degen. Ameliyatda ularninki jiliktirgichilik o'rnab qo'ygan. O ayrılanmaslık. Ortak ya va beg'ishlar va. Aşı beg'ishlar bularni ayada texidimma nima deymiz? Pidai avantgard qılalayotgan gap. Ameliyatda bu restoranchilik degan narsa ticaret, pul tepish maqsad. Biz Xitoyning ichida o'qiyotgan, xizmat qilayotgan chog'dami bu Şinjan restoranlari intayin kengli. Çağdımı şu aşkanlık verip biz Uygurlar kirip tamak yiyen çağda hocayin veya mülazimetçinin bizge karta pozisyon intayin kopal, Xitaylar karta intayin malay, kul, micaz bulattı. Hem de çünkü ula bizim cıkrak pulu var. Cıkrak nimkılı derhalde. Lekin bazı biz ağaçlık okşaş pul heclisek mi? Hocayının veya kütküçününki pozisyisi bizlerge anca karindaşlarca bombaydı. Hem de bunu uçağı biz düşünmegen. Keyin hem de teqdimi çoğunqurlum tadqiqat neticesi qarab baqadigan bo'lsak, amaliyotda bu assimilatsiya bir qancha xil bo'ldi. Psixologik assimilatsiya, sosyologik assimilatsiya, biyologik assimilatsiya deydigan. Esli psixologik assimilatsiya
Bazı Uyg'urlarda xeli burunla başlap bo'lgan ailesidan balg'a o'tgan ekan. Hamda sotsiologik assimilyasiyon deganimiz asosan 1997dan keyin meningki tadqiqotlarimda sotsiologik assimilyasiyon kengaygan. 2017dan keyinki mana bu qonliq qirg'inda biologik assimilyatsiya texnimi evjag'ın. Şu bu chet eldeki bu restorançılığın köpüncüsü de mening çoğalgan çağda psikologik assimilyasiya ağır, sosyologik assimilyasiya muayyen seviyege yetken. Şu ular Şinjan veya ki biz mesela siz intayın sezgür oluvatkan temalarda ular sezgür olmaydı. Yani eğer oylap bakın bugün chet ellerde yüzlerce Şinjan veya Uygur aşkanları var. Bunların sermayesi milyon dollarının üstü buluşu mümkün. Eğer bula aşında sezgürlükü var, aşında milli mensubiyet güçlük olan olsa Uygurlarınki siyasi hareketinin sermayesi malum yerlerge veya yat milletlerge mahkum olmaydı. Bula alama pulunu edemdek siyaset kıl, edemdek dernekçilik kıl diyen bulat. Rahmet. İkinci soru öteyle işgalat asılki Şarkı Türkistan'da Xitayca yazmay, Xitayca teşvik qilmay ticaret qilishga mecbur bo'lgan aşqalarning ahvolini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Lekin erkin davlatlardagi Uyg'ur restoranlarining yana Şinjan oshxonasi, Şinjan barbekyu, Şinjan dapenci qilib Şinjanga ismni, bulandkar ismni oshxonaniki tamoqlarning oldiga ismi qetib Xitaycha yozib kelyapti. Endi Xitaycha e'lon qilishning sotsiologik izohati nima? Tekrar kısa bir de soruna tam del düşünemedim bu soru. Hem diasporada hem nimeler mesela Vataşi'de hem Şinjan tamakları, Şinjan aşxanası, Şinjan restoranı deb yazmış amal yok hem de Vataşi'de. Meyli aşxanat qalavası, meyli Şarkı Türkistan aşxanlığı qilib qolsin. Yani o da qilmasa Xitoy apirib solay diye bizim qiladi degandek. Ama bu erkin bir davlatmi o? Yani Şinjanlı Xitoy bizning Şinjan besverib Şinjan deb o'zgartib qo'ydi deb vatanning nomini setib siyosiy ma'noda tilaganlar oshxonasi shu oshxonalarning oldiga Şinjanga ismini qatib olgan, tamoqlarga Şinjanga qatib olgan, hatto choyga Şinjan choyi deb endi shunda qiliqliqda hamma narsaga Şinjandan qatib olgan. Buning endi sotsiologik izohati nima olmush Şinjan deb o'sha qatib olib, o'sha majbur qatib qo'yishniki. Bunun izahatı menimce birinci, yani yaxşı niyette izahlaydigan bolsak, bula chet elga chiqqandan keyin şu vatandagi şu Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni veya Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin ichida olgan, o'qigan ma'lumotini aynan elib chiqqan chet elde hech qanday o'zini taraqqiy qildirmagan chet ellerdeki Uyg'urlarninki mesela vatanda o'qiyanmaydigan nurg'un narsalarni chet elde o'qimagan, seviyesini yuqurlatmagan, yaşayotgan davlatlardagi millatlarning tilini yaxshi o'rganib, bu demokratiya ve başka ma'lumotlarni taraqqiy qildirmagan kishilar bo'lishi mumkin. Yaxshi yani ko'ngil bir şekilde doğru düşünüşke tirishsak bu bo'lishi mumkin. Lekin reallikdan hareket qiladigan bo'lsak, çünkü biz bilamiz bu aşxonaning ba'zilarining xo'jayinlari magistrlikni tugatgan, hatta Turkiyada magistrlik, doktorlik o'qiganlar va tarixdek kasblarda Ondan keyin g'arbdagi davlatlarda inglizcha boshda nurg'un tillarni yaxshi biladiganlar bor. Bular nima uchun shunday qildi degan chog'da mening tushunishimcha bo'ldiki psixologik xitoylashish, Xitoy tahdidi doimo o'zini Xitoyninki nima deymiz nazoratida veya ki shularga yaqinroq turish, ashlarga yaxshi ko'rinib, ashlarni xapib qo'ymay yashash, ashlarni xursand qilsa, taqdimmi istiqbolining parlaq bo'lganligini o'ylaydigan bu psixologik assimilyasiyasini tamamlaganlar bo'lishi mumkin. Bu bir. İkincisi, hamda bu sotsiologik assimilyasiya degan
nuqtadan qaraydigan bo'lsak, bularninki ko'pinchisi vatandagi chog'da ozdir ko'pdir bu Xitoylar bilan aloqa qilgan, Xitoylar bilan badi keldi qilgan va bularninki tilining kultur nurg'un jihatida Xitoyliklik omili xilila yuqorilgan kishilar bo'lishi mumkin va bu kishilarninki Şərq Türkistan veya ki millet kaygısı o kadar güçlü olmaydı. Boğan takdirde mi ola bölgünçü olgusu yok tırnak içinde. Şu keyin vaziyet yaxşı kitib qilib qolsa, zaman o'zgarib qolib qolsa, nisbatan yaxshi kun ko'rishimiz mumkin. Shu chet eldimi biz Junxo farzandlari bo'lib, uni Uyg'urlar bayadi demaydi. Cho'qim siz shu Xansu Xitoy xaridorlar bilan bo'lgan dialoglarda cho'qim deydi, o'misha Jungoran falan filan deydigan narsani o'liga es qildirib turishi mumkin. Onun sırtında hem de ulanınki aile tabiatları belki şu 2016'dan keyinki qırğında bek ağır zərbe almagan bo'lishi mumkin. Veya ki ağan takdirdimi ko'rsatgan bu çünkü bu Uyg'ur aşxanlar men bayatı meyadi bir narsani ko'rdim, meniki bir maqolamni topqulamdi deb torda ba men e'lon qilgan maqola PDF qo'yib qo'ydim. Xitoyning kültürel kengaymichiligida bugun Uyg'ur restoranlari bir yeni bir aktyor bir nimamo deydigan bir mulohazam bor meniki tamamen putmagan. Çünkü bu Uyg'ur aşxanlari veya ki Uyg'ur nomida bayam siz dekoratsiyasi Uyg'urken lekin Şinjan Xitoy dedingiz. Hatta Tungalarning neurominni bir muncha narsalarni setayotganlar va dufu ishlab chiqarayotganlar va Uyg'urlar ichida. Bular hozir mushu Turkiyadek va G'arbdek davlatlarda Uyg'ur nomi ostida millatda Xitoy kulturininki kengayishiga to'p qo'shaqliq. Bunu hem de Xitoylar özünü qılıqlıq, lekin Xitoylar ama Uyg'urlarning arasida, Türklarning arasida, Müslümanlarning arasida ancha qilinmaqliq. Hem de bu Uyg'urlar belki mushu jihatdan to'p qo'shash orqali Junxo Xalq Cumhuriyatiga boshqa e'tibor, boshqa yaxshi imkoniyatlarga erishayotgan bo'lishi mumkin. Yani bu chet elde mesela Xitoy turistlarninki udul uyaga berish kirishi, vatanda balki urug' tuqqanlarninki nisbatan rahat turishi, berib kirish qila olishi degandek mukofotlarni olayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Endi masalan o'tgan bir Gollandiyada oshxona bir qarindoshlar uchrashib qolib, o'zi deb berdi-da, o'sha men torda o'sha Şinjan aşxanlar haqida biraz yozganning yog'i namoyish ketgan, namoyishdan keyin dedi bizim oshxon to'q deydi. Yani kuchimiz sherik bo'lib oshxon ichishdan oldida Xitoycha tomoq sotmaydigan, Xitoy binas yozmaydigan oshxon deyishgan deydi. Endi oshxon ichib bo'lgandan keyin hamma narsa o'zgardi. Xitoycha yozgan bo'ldi. Akam tashviqotdan Xitoycha qilib buni men qarshi ko'rsatib boqdim. Qarshi ko'rsatsam, u meni gapim o'tmadi, chunki uchimiz sherikdik. U meni gapim jiqnim qilmadi, oshxonga so'z yaxshi olmaydi deb. Biz bu nimamizni oldigan manfaatimizni insonni kutmayli, Allohdan kutaylik deb shunda qilsak, o'tirimiz surplish kelib chiqdi dedi. Hatto Uyg'ur kirsa, qo'shaqmoy apirib turamiz, nimani deydi-da. Çeynekli piyalaniki. Xitoy shunda ay do'kon oldi deb bo'g'ishlarkim, voy deb oldiga yugurib chiqiblarkim, kirib qolib qolsa shunda yaxshi muomala qilish shuni bilan achchig'imiz kelib ba'zi vaqt qoqshab qolaman degandek oshxon uzunga bo'lmay vayron bo'lib ketdi. Jiq ziyon tortsak ashunda qutib chiqqan bir ro'y dunyoda bir xillik erkin bo'ldi. deb nima qilib qoldi, bir uni so'zlab bermoqchida, bir mavzu ketgan men so'zlab bir mushlarni keyin yozaman dedi hamda. Buni qo'shib qo'yib gap qil. Xudo bilgan nimadan ko'rdik mana. Uyg'ur dopski olgandan keyin Xitoydan tomoq sep qo'yatganlar-da. Onsiga bu jiqkaza Uyg'ur ashqonlar kirsa, Uyg'urlarga yaxshi muomala qilmaydigan, Xitoylarga alayda muomala qildiganlar. Yani bular ro'y dunyosi, abi siz degandek, hammasi Xitoylashib ketganlar, Xitoyga yaqin moyillikda. Endi yana bir savol, ana Tibet nimasiga o'tib baqilay. Tibet diasporasiga restoranlarniki 90% ko'proq
Himalayan yoki Tibetni restoran food degandek mesela inglizcha, tibetcha yozdi ekan. Xitoy xat qat'iy ishlatmaydi ekan. Xitoycha tashkil qilmaydi ekan. Ammo Uyg'ur oshxona xo'jayinlari dal aksicha ish qilyapti. O'xshash Xitoy mustamlakasida yashayotgan erkin dunyoga o'xshash chiqqan taqdirda ikki millatning restoranlaridagi bu farq nimadan kelib chiqyapti? Tibetlarning bu tajribasidan Uyg'urlar nima o'rganishi mumkin? Ben Tibetlerninki restoraniga veya kimse kirip bakmadım. Bu tüpeyle ben bir nerse diyemeymen. Bilmeymen çünkü. Ama ben bildiğim bir iş var. Bu Uygurlarınki çeteldeki siyasi davasını kıldık devatkan davager veya dernekçiler, uçu buçular hemisi muşu siz devatkan Şincanlıkların restoranıga ya ki Xitaylı bağ aşkına kirip tamak yeydi. Mesela ulanınki nemi kılışı da emez. Ula Allıburun özü Şincanlık olup olgan buluş mümkün. Cunhua olup olgan buluş mümkün. Bulardan siz çıgranı ağrımalı. Siz çıgranı ağrımgan diken ağı sizin işçinizi kimeymekçi. Sizin işçinizi çiritmekçi. Hatta şu aşxanaga Xitay'nınki Zhang Yusi bilen açık su Laz kanda kirip onunla birlikte burmuncu xuruşlarını söylep ekirip aşxananızı aşağıdaki çıdıksız pıraqqa toldurup etkendek bir iş. Hem de aldı bilen mesela ben üzerinde misal qilib ben köpünçe bu bilingen aşxanalara kirmeymen. Mecburiyetten kirip kalıma bazımen. Mecburiyetten kirip kalıma, mecburiyetten oturman çıkıp gitmen. Yani her kim bir pozisyonu koyuş gerek. Onda koymagaçka ağla yani yugan geqigamı menin aldım kelip yalaydı. Geydi. Pervayim pelek davatkan gap. Yani bugün bu aldı bilen siyasetçiler bu siyaset kıldıqalla eğer Şarkı Türkistan deydiğen bolsa onun çigrasını Şarkı Türkistan degenin için tolduruşun gerek. Kültürel, sosyal, psikolojik, felsefi ve iktisadi ve başka cihetlerde. Sen bunu tolduramay bunun işçi hemmini toldursan Xitay'ınki daha za koyuna. Nime kılırsan bugünkülek oldu şu siyasetimi çıkmaydı hiçbir yerde. Mağda kırda aşanmaydı. Başka işlerimiz şu. Ziyalisi değilsiz. Hem de ziyalisi yani Uygurlar ziyali var mı? Bağ diasporada. Dernekler var mı? Bağ bulunan derneklere. Bulanınki pozisyonu nime mesela. Jığın açıdı bulup toxtumay milli kültürüne kültür degenden bilmeydi o tek için milli medeniyetteydi. Medeniyetle kültürünün farkını ağrıyanmay ziyaliçilik kıldı bulu texe. Halbuki vatanda kültürler medeniyetinin farkını biz 2002'de izahlap uyanın qolluk ziyalileri çikitini koyap boğan. Mesela en addi bir nersede. Şuna emdelik diasporada gınşçık, kakşaşçık, emeli iş yok. Çünkü mutlak köpüncüsü nefsini kontrol kılamaydı, nefsini yığanmaydı ve üyedeki milli çıgranın muhafız bulanmaydı. Yeni birisi, ben sizge manda bir nersinde bugün çetelde nemenin beşik birini koysanız dernek. Sınırın gollandıydım 30 neçe dernekten şikayet otursulan Türkiye'de yüzlerce. Hiçbir dernek Abdülhamcan Uygur kültürünü ve kimlikini qoğdaş ve terakki kıldırış deydiğen derneki yok. Ben de aş Uygur kimliki ve kültürünü qoğdaş derneki bolğan bolsa o etraftaki layak ettikler bayankı Uygur restoranı dep işçide Xitay tamqını setip atqanlarınki Uygur kültürüge tacavüz qıyğanlıqı, Uygur kültürünü bulğuğanlıqı ve bununla karşı çıkıdığanlığını bildirip belki münasebetlik devletlerde dava açalış mümkün. Dava açamısı mı? Cemaat efkarı toplap, gulgulu peyda kılıp, çigranı ağrışqa töhf koşkan buluşu mümkündür. Endi bu yaxshi bir fikr bo'ldi bu.
Hani bizmi Gollandiyadami deyishdik masalanga, boshqa davlatlargami o'rnak bo'lsin deb, hamma tashkilotlar yig'ilib, Uyg'ur oshxonalarga chiroyliqcha bir taklif sunaylik. Shinjongga bu nakasini yoz qo'llanmanglar. Xitoycha yozmanglar Gollandicha bilan, inglizcha, Uyg'urcha yozinglar. Bir narsa shuni qilib bo'lmayapmiz hamda-da. Masalan, hamma davlatdagi tashkilotlar mushtaq bir narsa qilib oshxona xo'jayinlari bilan chiroyli deyishib, mush narsalarni o'zgartishga bir taklifni sunib baqsak, siz degandek Uyg'urlarning kulturimizni qo'g'daydigan jamiyat bo'lib qolib qolsa, degandek xalqni qo'zg'atish orqali, biz hozir xalqni qo'zg'atish orqali bu ishni qilyapmiz-da, ayda tashviqotni qilganning yog'i, yozib maqolani yozib e'lon qilganning yog'i, suhbatlar qanday foydasi bo'lib, ba'zan o'zgartdi bir narsalarni degandek. Buning unumi ko'rildi ekan. Biz jim sukut turib olsak, o'lim qilaverdi ekan qilganlikni yezib azroq oshkorlagandan keyin asta-asta unim o'zgarishga majbur bo'ldi ekan. Ana men 3 kundan oldida bir video taqaldi. Buni bir deb qoldi. Uni ko'rsatib bo'lamagan jiqib ketdi ekan. Italiyada Arslonda bir bola bor, Uyg'ur bola, u video chekib taqatdi Facebookda. U oshxonaga g'arbiy diyor nimasi deydi oshxona ekanda, g'arbiston uslubi, oshxona ekan Shinjang Shiyu dedimizda yeziliq narsani video chekibdi. 2 minut, 2,5 minutlik video ekan. Ana o bolalar men aloqalashib baqdim. Bu restoranningki oshxona xo'jayini Uyg'urmikan yoki boshqa millatmikan desam, men ichiga kirib uni Uyg'ur binasini ko'rmadik binasi ekan deydi. Anka torbat kirib ostiga tekshirib chiqibdi, tekshirsa Italiyalar yezib inkas shaklida. Biz buni Uyg'ur oshxonasi, Uyg'urning tamoqlarini deb ichiga kirsak, bir Uyg'ur ko'rmadik. Bu Uyg'urlar oshxona emaskan deb inkas yozibdi. U inkas ostiga bir yozibdi. Bu oshxonaniki sherikidan birisi Uyg'ur debdi. Amniyat Xitoy oshxona ekan-ku bu ma'nosida. Demakchi hozir Xitoy sharqdan qirg'inchilik qilib boryapti. Diasporada yana shu bizning Uyg'urlarniki tamoqlarlar Shinjang chiroyli qoplar kiyib o'tib, bu ko'payyapti, bu narsa kemayyapti. Ana bu narsamizni qanday olamiz buniki? Biz hozir vatandagilarniklar shu da'vosi qilamiz deb shu yerga so'zlab lakin qilamdik, yoki ma diasporada ko'payib ketgan bu Xitoychilashib ketgan narsaga buni qarshi turamdik. Buning ustiga ko'z qarashingiz qanday? Yo, bunun ben bayatın cevabını verdim. Uygur kimliki ve kültürünü mü diasporada vatandan sırtıda qoğdaş gerek. Hem de yani bir manda mesele var. Bugün dünyada bu yani ticarileşiş meselesi var. Xuddi bugün bir İtalyan restoranını bir Uygur'u açalaydı. O'xshashdan bir Uyg'urmi Xitoy restorani asli bo'ladi. Lekin u Uyg'ur uni Xitoy restorani deyish kerak. Onunga Uyg'ur va Uyg'ur do'ppisini kiyib olib, buni manda qilib shalg'utlashtirib sunsa bo'lmaydi. Hatta bizni Turkiyadagi ba'zi restoranlar bergan taklifimiz var, buni xo'sh yoqmadi. Masalan, menyu deymiz-ku, tizimlik, tamoqning tizimligi. Tamoqning tizimligini siz bek Xitoynikini satqınız kelib ketgan bo'lsa, başlang'ich qilib Uyg'ur taomlari deb, enandan keyin Xitoynikini uzoq sharq demsiz, Xitoy taomlari demsiz, ayrim elqi nimasini balkonlarni ayirib o'tgan, ayrim uyda olsun. Yo'q deydi, bunda qilsak bu Uyg'ur tamoq qolmay qoldi, pullarni buni qilmaymiz, lag'mallam qilib qoldi deydi. Hamda bunun qarta hamda bayan başta men dedim-ku, bu Şinjan ko'payib ketdi deb shikoyat qilavergichilik, nima uchun Sharq Turkiston restorani yo'q degani g'ulg'ul qilish kerak. Hamda o'rnak bir oshxonalar chiqish kerak. Haqiqiy Uyg'urning Sharq Turkistonninki ma'vo deb bu oshxonalar örnek olib chiqqan chog'da jamiyatda bular e'tirof qilinib, yot millatlarmi enandinki bu Uyg'urlarninki esa ma'mavi tamoqkan, tonu kebab varkan, qiyma kebab varkan, cho'churi varkan, u varkan, bu varkan, dapenji deydigan, gambiyan deydigan axlat uning emaskan. Degan chegara aniq bir nima ko'rsatilgan chog'da u yot millatlarmi enandin keyin asli bo'ladi g'arblik boshqa millatlar Uyg'ur restoranlari. Lekin Uyg'ur restoranlarini, Uyg'ur tamoqlarini shalg'utlashtirib, xunuklashtirib, anda qimmatsizlashtirib esa biz uning qarshisiga tikilishimiz kerak. Rahmat. Endi yana bir savol.
Ama Facebook'larını çok ko'ryapmiz. Turkiyadagi Uyg'ur marketchilarniki hatto ba'zi oshxonalarning Xitoydan kelgan ochiq-chuchuq yemakliklar, tetiklarni setishni Xitoy axlat yemakliklarini hech xijil bo'lmasdan tarqitishga maqsad nimadir? Buning diasporadagi Uyg'ur yoshlarining taom odati, salomatligi va madaniy kimligiga qanday xavf-xatar bor? Nima o medeni kimlik degan nima Abdurimjon? Hamda hammamiz shu yashayotganlarni maslan deydi. Abdurimjon onu kültürel kimlik deymiz ve siz bu Kültürel kimlik. ekran turup hata hukum işletme. Bu sualdan burun şunu ne qilish kerak? Uyg'ur savdogarlari Uyg'ur savdogarlari qachon Xitoy meli satmay pul tepishni o'rganadi? Uyg'ur iqtisodiy egilik tiklash kültürü veya zihniyeti tasavvuri qachon Xitoysiz pul tepishni merkezga oladi? Aşağıda meseleler oldu. Bugün biz açık çepilip aldık. Hazırmış kırgın mezgilde Ürümçi'den aş vatanının dep aşı Uygur'unu kul kılıp işletken mahsulatını ekilip Türkiye'de Avrupa setip atkan burmunca Uygur var. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'da 10 binliğe Uygur var. Yakında at düştü 100 milyon ihanı kıygan baylağımı aşında bayla. Hem de bulağa kömesk saldık ememez. Hem de mavi Xitay'nınki tetutku, eçitku bijnaslarını kıyganğa hazır ben bu iş günümüzde doğru qarap baksam alaqsız şapşallı ve Uygurcu toxtumay bijnasını ügünü varsa yezip edemden közünü irmiş, şirmiş kılıp bitirdiğen ilmi uqumlanımı bilip bilmeyi işletidiğen. Bulan kiribapta hazırmış timiqa. Emniyet bu timir kiribağının köpüncüsü mi yeydiğanlar üyüde hem milde. Hem de bu çoğun nimeden qarğan çağımızda bizden təqdimmi Xitaylıqlışımızga Cunhua perzenti veyzu buluşumuzga paydılık işler bulanın hemisi. İqtisadi faaliyetlerinin hemisi. Başlık çoğun ramki vağı ikide ayrılanması. Aşının hizmet kıldı. Bu açık bu bir nesile vaha kazala yani yiyimiz buldu. Yatlaş gerek. Mesela İstanbul'da Sefaköy diye yerde Uygurlar emcik yerde Dufu zavutunu Xitaylı gensoluklu kilip koymadı. Yani şu Uygurlar koygan. Dufu zavutu oylap bakın. O aşı Dufu'na, aşı Mollamla, aşı Ziyali'la, aşı dernekçiler öylürde tamakları selip yeydiken. Hiç kim bundan yayıkmaydiken, rahatsız olmaydiken. Hem de bunun davamı da şu marketlige, nimelige, şu qop-qara Xitoy xet yazıqlıq halal mı, halal emas mı, karı yok onunla. Aşılını setip atkan gep. Bu bugünler çıkıp qalğan narsa emas, onun en az 10-15 yıllık ötmüşü var, onun yıldızı aşı Xitoy melini setiş, vatanның dep ekilip setiş. Onun üstüge yani birisi hem de Uygurlar köpünçü vaqtda Uygurlarni qo'yab pul tapıdı. Öy kiralaydıqınım şu, elim setim qıldığınım şu, çünkü yaşayotgan dövletlerin işçigi sınıp kirip təqdimi kəm alaq toru şekillendirilgen bolsa Uygurga muhtaç kılındıgan bir diaspora şekillendirilgen. O tüpeyle şu könep qalğan xuy deymiz go. Şu könep qalğan xuy ne? Şu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun aynen devam kıldırıp atqa. Onun üstüge bu Xitaycha tetutqu bir neme deymiz? Xuma peyda qıldı şu. Bu xuma bir enangi siz yepişip qalsanız nayet küçlük iradeniz olmasa onundan julqunup çıkıp ketemeysiz. Xuddi çoka mesela Quasar degan narsa Xitoylarga ait desek, aşılık işçiga Çinlilik o'rnab ketgan qarindoshlar divandan mushna deb tikan qo'dib oyoq opirib, ashim bizning ketdi.
o divanda veya ki ötmüşte onda buluşu uyadım çok emas. O zıh degan narsa, o zıh bilan cho'ka o'xshamaydi poezi degan narsa. Lekin bugun uning egisi kim? Eng ko'p kültürel mensubiyeti bu vasıtınınki qaysi milletga ait dünyada. Ötmüş sizin oluşu mümkün, lekin siz bugün ona xalqarada sizinkiga ait degan narsaga eklenmegen ekansiz, ona taraqqiy qildirib voyaga yetkazgan qaysi millatning bo'lsa, shu millatning o'qitadi. Shu yerda vaqti kelgan chog'da nefsini o'ttiroladigan, bu nefsini o'ttirish degan odatiy gap emas bu. Zarur tepilgan chog'da qo'lingizda cho'qig'i ko'nab qolgan bo'lsa, bu qo'lingizni kesib yetishingiz kerak. Nefsingizni anınğa yetkazishingiz kerak. O chog'da siz men başta degan mağrur ve g'ururluq inson bo'la olasiz. Bo'lmasa ikkinchi sinf. Yani bugün Jungo'ningki bu kültürüne tadqiqlaganlar biladi ki 200 yıl burun Xitoyga assimilasiya bo'lgan millatlarmi texicha Xitoyningki kültürel merkezidan o'rin ololmoqda. Bugün Xitoylashayotgan Uyg'urlar Xitoydagi eng to'yin sifatlik grejdan shaklida bo'ladi. Hech bir tilni yaxshi so'zlayolmaydi. Ya Uyg'urchasini tushunmaysiz buningki, ya Xitoychisini tushunmaysiz, ya Türkçesini tushunmaysiz. Ma'lum gachilardik. Aslında kültürelmi şu. Hiçbir kültürde muntazam ve müstehkem olmaydı. Çünkü hemisinden eplimi seplime. Şu siz bayan davatkan Şinjan aşxanasınınki tamak tizimlikidek. Hemiden eplimi seplimi var. Hozir men biraylar bir nima aytib qo'yapti. Matofunda Şinjan Xunzan deydi-da. Şinjan Çilini debdi. Yani bunu hozir hamma davlatlar setayotgan o'xshaydi. Mana atrofini aniq biladi, ko'ryapsizmi? Yani buni qanday bilmadik. Hamda hozir hamma davlatlarda endi Şinjan Çilini voy endi buni Şinjan demaydi, vatandan chilan kelibdiki, vatanning chilini bor. Vatanning qoqlari bor. Vatanninki u maslahatlari bor, bu maslahatlari deb sotgan bo'ldi. Endi qepib qarasa Şinjan deb yeziqliq hamda. Qanday chiqib, qanday taqvatqini uni da bilmaymiz. Mushundaq narsani setishga, mushundaq narsani yemayl desa, hamda chilan asosan Xotandan chiqadi bizim vatanning mushtaraflardan, Qashqar taraflardan. Yalnız Xotandan chiqmaydi, o Shandongning chilini o. Bizim Qumur tarafdan biraz bo'ladigan o chilan. Yani mushuni qanday qaraysiz endi o'sha chilan mushta vatanning yemiki, vatanning yalimishlari, vatanning nimasi deydi, qarasak teshib Şinjan deb yeziqliq ichki narsalarni rost vatanning ba'zilar vatanning bo'lishi mumkin. Ba'zilar bo'lmasligi mumkin. Yani mushta narsasi qanday qaraysiz? Hamda o vatandan degan oldinda vatan ne deb so'rash kerak degan kishiga, agar vatan bizda vatan bo'lgan bo'lsa, hamda bizim vatandagi nurg'un xalqaroliq savdoga shundaqliq ambalajlar paket shaklida chiqara oladigan Uyg'urlar pek jiq bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o Xitoylarning shirkati Xitoylar shu Uyg'urlarni qul qilib ishlatib, azan tanarqi bilan chet elga qimmat sotib pul tepayotgan bo'lishi mumkin. Vatanninki bo'lsa, masalan, vatanningini albatta yeyish kerak, vatanningkiga albatta ega chiqish kerak Sharq Turkistonnikiga. Masalan, quruq yemish deymiz-ku. Quruq yemish vatandan kelsa, men masalan 5 gramlik. Bizning 5 gramliklardan chiqqan bo'lsa, shirkatninki anda siz degandek Şinjan deb alayda xaltalangan emas. Bizning dehqonlar, bizning urug' tuqqanlar o'zi quritib o'tgan bo'lsa, men huzur bilan yeyman. Lekin anda xalta bilan kelgan narsada masalan men shaxsan azar eylayman, chunki o mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonida Uyg'urlar qul qilib ishlatilgan Uyg'urlarning qon teri bor. Bu tufayli eslab G'arbda bugün mesela bütün G'arb dünyasida hozir Şinjan sho'xlisi degan narsani boykot qiladi. Ertagin mushu Şinjan chilinimi G'arbda boykot qilinishi mumkin. Bu nerede setilyotidi desangiz, bu Şinjan chilini Turkiyada, G'arbiy Turkistonda, Qozoq, Qirg'iz, O'zbekda vatanga berib kelgan G'arbdikida ekilib setilib Uyg'urlar setilib.
Ha, o Uygurlarning ko'pinchisi hamda Junxo farzandlari bo'lish ehtimolliqi yuqori. Rahmat, Abdurahmon, yana bir savol. Va 1 soatdan oshdi, tugatmaydimi? Savol bor. Tweetimizda sizlar yana bir 3-4 ta savol bor. Mavo 4 savoldan tugdilar, bek uzun bo'lib ketdi. yana bir savol. Agar bu Şinjanlashish va Xitoylash jarayonining oldini ola olmasak, 20-30 yildan keyin diasporadagi Uyg'ur avlodlari o'z taomlarini Şinjan taomi deb qarab, Xitoy taomi bilan aralashtirib tunib yetishimiz mumkin. Bu xavfning qanday oldini olamiz? Hiçbir şekilde aldığını alamaysiz. Çünkü diasporada Uygur kimligini qoğdaydigan Şərq Türkistan Uygur mahallesi yok. Hazır sizin ballarınız mesela Gollandiyada 2. nesilden keyin aşağıdaki mağrib, aşağıdaki ictimai muhit tüpeyle asasen flamenkolap gidiyor. Çünkü Gollandiyada siz bir Abdurrahim Gani'ninki vatandın çıkan kültürüne, örp adetine, ab perzentinizge ötküz biralediğin hiç kanda muhitiniz yok. Yani 20-30 yıl degen bek yani nimdeymiz hem de. Hazır mening endişem eğer muşunda ketadigan bolsa, muş siz bilan qilayotgan programmani 20-30 yıldan keyin kim anglaydi, kim qiladi? Bunun münazirasını qilish kerak. Çünkü bugün sizin bizim balalar yaşayotgan devlette bizimki Şərq Türkistan kimligini davam qildirib yaşdaligidek fursat ve imkoniyati yok. Bular fakat biz nimani singdiralaymiz degan chog'da milliy kimligiga biz ve ular, yani Uygurlar, Xitoylar, Uygurlar ve başkalar. Bu arqılıq bularninki özün kimligini, mansubiyatini qo'g'dab qilishning zarurligini tushuntirib, bularni layoqatli evlat qilib yetildirsak, yani bu deganimiz iqtisodiy jihatdan o'ziga yetgan, yani dernek tilamchisi emas, yashayotgan davlatninki ma'rif sistemasida yaxshi o'qib chiqib, o davlatda yaxshi bir o'ringa kelalaydigan, chunki iqtisodiy jihatdagi mustaqillik muhim. Enadagin siyasi ve kültürel müstakillikten söz açalışımız mümkün. Rahmat. Yana bir savol. Nimishqa diaspora Uyg'urlarning Xitoy yemaklarini setib olmanglar degan boyqut tashabbusi unum bermadi. Hatto tovarlar azon deb qaralgan Temo, Shemin degandan setilish qizg'inligi yuqori ekan. Bundaq bo'lishiga sababni qanday tushunishga bo'ldi? Buningga tashkilotlar kuchli bir chora ko'rib ololmi deyishga bo'ladimi? Boludu cevabım şu. Endi hozir Çünkü onda küçük bir teşebbüs kanı yok. endi masalan dunyo xarakterli Xitoy bilan boyqut qilamiz deb qattiq so'zlaymiz-ku ham narsalarnikini. O Abdurrahimca onu kılıvatkallar sani çeklik insanlar. Onu kılıvatkallar intayin sani çeklik Uygurlar onu kılıqlar. Mutlak köp sandikiler dünya daşında boykotun buluvatkallıqının tepsilatıdan bir haber oluş mümkün. Mesela benim bu yoqda Amsterdamda namoyish tazi boykot Chinese products tazi vaqira olsam bir skep bo'lsa butun oyoq Xitoy oyoq ekan, bu markalar oyoq ekan deb turib olib, bu Xitoyda emas, desam aşağıda acha tegini ko'rmaymiz deb turib olib, shunday xijil qildi-da. Na'niki ki? Ya onu qarasam bir yezilmabdi, o narsaga qarab aşağıda saldı, sepadi. To'xtab turing, siz olgan chog'da Ayşeninki nada ishlanganligi qaramay Ben olganda o men diqqat qilmay, o Medin China deb yozgan narsa ular yo'qki. Qasab, marsab aşarab turib oldi-chu. Ya biz ham tupta elib ko'rsam, uni mana shu qanday chaplashib olgan ekan, aka menga masansa ko'rsatmaydi, bu ko'rsatdim. Ko'rsatsam, o deydi, sen bu Xitoy meni boykot qilmay, unda qilmay, bunda qilmay degandan keyin Xitoy degan hamma narsa boykot qilishing kerak. Telefonni boykot qilsa, olma telefonni unda mana bir to'qa gaplarni qilib, og'zim tovoqlab qo'ydi-chu hamda. Demakchi, bizning da'vat qilmizga haqli diqqat qiladi ekanda nimalarga. Elbette. Aklı o şu cahida yani biz medeni dünyanın kişileri dikkat kılırlık. Bedevi dünyanın pervayı pilek. Shundoq ya işte. Endi endi bugungi programmamizni mishada nima qilaylik? Yana bir savol endi sizga, yana jamiyatshunoslik nuqtasidan
Mesela şu diasporada hem de her xil jidallar köp chiqadi. Ba'zi şu Uyg'urlarniki Sharq Turkiston o'rtaq qimmat qarashlari, Uyg'urlarning kultural kimlik munosabatlik ba'zi ziddiyatlik masalalar, masalan, Shinjong oshxonasini echish, ochmas, bunamni qo'llanish, qo'llanmaslik degandek va yoki ba'zi siyosiy temalar to'g'risida. Ya'ni bunday ish chiqib qolsa, ham diasporada ikki xil narsalar bor. Birisi buni dodilliklar echib turadiganlar bor, buni yezib tanqid qiladiganlar bor. Yana bir qismi bor, biz nima qilamiz, bu o'zimizning ichki qismdagi narsalarni sirtqa oshkorlab, o'zimiz ichki qismini hal qilaversak bo'lmamdi deb, xuddi bu siyosiy temalarni, sezgur siyosiy masalalarni xuddi ijtimoiy masalalarga o'xshash bir necha shu yashayotgan mahalladagi ya shu davlatdagi ozroq yosh cho'ng odamlarni va yoki diniy soni odamlarni eklab ichki qismda lekin bunda murassalaashtiradigan yangi hal qilish tarafdorlarim ko'p. Ana siz bir jamiyatlar sifatingizdan mushunday masalalarni ochiq shakllarda oshkorlamay, g'arbda hamma narsa ochiq shaklda oshkorlaydi, hamma narsani. Kim mas'ul bo'lib qolsa, shu mas'ulga adab xalqqa javob berdi. Ammo bizda unda xalqqa javob beradigan narsa yo'q. Shu 4-5 odam ichki qismni qiliblarki, voy hal qilyapti, Alloh xolos hamma ishlar yo'q bo'lib ketadi deydi. Rasmni birini chaqib chiqib qo'ydi. Bayatdan birini e'lon qilishini Allohga voy deb, alaqqa bu ishlar jimib qolib qoladi. Yana bir mezgildagi yana bu narsa ulinib chiqaverdi bu ishlarniki. Yig'ib aytganda, mushtaq Uyg'urlarniki o'rtaq qimmat qarashlariga munosabatli shundaq masalalar chiqsa, bu ishki yangi hal qiladigan bu tarafni yaxshimi va yoki buni dodillikda ichib berish kerakmi? Buni qanday qaraysiz? Yine şu eski konu gap. Endi manda Abdurrahimjon, normal millet diasporalarda bunda mesele intayin tez surette ya örfi ya ki kanuni ya ki cemaat efkarı bilen hal oldu. Çünkü normal cemiyet. Normal cemiyette hemme neyse normal işleydi. En bir mehkum millet var. Yani birisi ki mustemliki millet var. Hem de mehkum milletninki kusurları köp boğulu dek mehkumiyet tüpeyle meselelerini üzel kılamaydı. Çokum sırtın birileri bir kol sevmiş gerek. Hem de mustemlike milletninki kanda avlattı diyen çağda o millet özünün mustemlike boğalıqını idrak kıygan bolattı. Mesela Tibetliklerin köpüncüsü idrak kılırlar. Mesela nemeler Palestinlikler mesela müstemlike İsrail'in işgali. Hem bizninkilerin qaysi millet ekanligiga hüküm qilish kerak. Hem de yana birisiga Xitoyni bilishimiz kerak. Xitoyni bilsangiz, qarang, chet ellarga dünyada pasportni o'zing grajdaniga kimga berib bermasligini eng yaxshi biladigan bo'libmi Uyg'urlarga masalasida Xitoy birinchi derecede. Hem de Xitoylar chet elga kimning chiqib, kimning chiqmaydiganligini belgilagan. Şu hem de bu chet eldeki nurg'un echiqlarning beshi turib olganlar millatning nurg'un masalalarini yang ichida bu o'pqat cho'pqat munosabati doirasida hal qilish tarafdori. Mayli g'arbdagi madaniy davlatda yashaganlar bo'lsin, mayli badaviy davlatda yashayotganlar bo'lsin, mayli o'ttirsida ne badaviy ne madaniy Turkiyadagi davlatda yashayotganlar bo'lsin. Shunga bu echiqni muhim yani kontrol qilib olganlarninki aile arka planı qarasangiz nurg'un masalalar yeshiladi. Kimilleri vatandagi Gongchandangning kadrning ballari. Kimilleri vatanda töhfa ko'rsatgan diniy zotlarninki ballari va yoki evlatlari. Va siz vatanda ig'ir badal to'lagan aileler var. O ailelerninki evlatları chet elda intayin az ve ular ko'pincha vaqtda chetga qoladi.
Kimler tarafından? Aşı muayyen kişiler. Ya aldığın ve buyu rezaletin üstünde rezalet yok etti o Garip'te ve Türkiye'de. Bu dernekçiliğin. Hemmesi Uygurlar qanday qilishtirishdi, yangichida o'zlari o'pqa cho'pqa to'lab nim qilish qo'ydi oldu. Endi G'arbda uncha qilolmadi. Lekin yanılar o'zining bilganini qilib ketyapti deydi shu kona o'pqa cho'pqatlar. Va Türkiye'de o kadar setçilik o kesimi yani bir Türk'üm hem de işin çatak yeri nime deyseniz o men baştan izchil deb kelayotgan bir mesele var. Ziyali degan bağı, eğer ziyali unvanını, bilimini müstakil halal emgek töküp ağam kıygan bolsa müstakil turuş gerekti. Ziyali hech qanday kichik cho'ng derneklarning ichiga kirib olmaslik kerakdi. Dernek ziyalisi bo'lmaslik kerakdi veya teşkilat. Bizimki bütün problemimizning tekdida mushular yotadi. Çünkü ziyalilarninki esli fikri hür, vicdanı hür oluş gerekti. Ziyalilar aşında meseleler çıkan çağda Abdurrahim G'ni yalğız qilmaslik kerak bu ishni. Milletning vicdanı olan ziyalilar dadil turib bunun qarta yol ko'rsatish kerakdi. Yani men bu yerda deyotgan ziyali sosyalistik tildagi Şinjan Uyg'urchasidagi diniy veya ki penni deb ayrılgan penni ziyali emas. Bu ziyali deganimiz mushu hamma jihatda mushu ilmda, bilimda o'zini isbotlay olgan kishilar. Bular müstakil turuş gerekti. Valenki bizimki Uygur diasporası da ictimai pen sahasida yaxshi yetilgan ziyoli sonimiz intayin az. Tabiiy pendi ko'p, tabiiy pendikininki ijtimoiy masalalar ancha kari yo'q. Şuna bizimki bu meseleler el olmay tokunak şeklinde ketiyor. Bundan dapşaklaşıp gitti köpünçüler. O kadar yüzü kalın bok gitti ki nimi karındı. Pervayın pelekti. Yani hazır diasporada xuddilik binasini o'g'rini tutib olsakmi, sekin o'g'irlamagandikan, sekin chaqilmagan nima karing, ko'zing ochib ketaversang bo'lmamdi deydigan yetib tap qoldi-da hamda. Bu reallikni shu ko'ryapmiz. Sizcha siz bir jamiyatshunos mushundaq Uyg'urlarniki o'rtaq qimmat qarashlari, munosabatlik narsadan dodilliklar ichib birishninki foydasi bormi yoki shu bekinmishga hal qilamiz bular menlar nima ishi buniki deb ko'z yumib o'tirish kerak. Ya o her işinki bir uslubu var. Her işinki bir metodu var. O metot bu işi kılış gerek. Hem de bazı tibabettim siz obdan bilirsiniz bir davalaş ünün beğenmegen çağda başka bir metodunu, başka bir davalaş usuluğa ötüdü. Hem de bu eçip bir iş veya ki bu tenkit işi yaramagan çağda başka vasıtalarını, başka metotlarını, başka usullarını sınaş gerek. Yani bir yolda neticelenmeye yolda meni vermesi gerek. Yani alternatifler buluş gerek. Mesela kanalının tavsiye kılgan alternatifler okup kalsın. Bunların bu ekranda deydiğin geplemez bu. Oldu, rahmet. Emz Abdurrahman yana bir sual soruyordu. Benim de tügümeydi bizim sual. Bir de. Hazır emde vatanning ichida Xitoy tajovuzchilari mana hamda bultudan boshlab vatanga tuqqa yo'qlash temellarini hatto g'arb davlatlar nurg'un davlatlarga viz cheklamasi amaldan qoldirib yotdi-da hozir. 50 necha davlatning adam g'arb davlatlarini 50 necha davlatniki pasportlar Xitoyga hozir 15 kunlikmi, 1 oylikmi vizasi bora oladigan bo'lib qoldi. Bular deb Uyg'urlar vatanga berib kelyotdi. Hamda siyosatchilarga hozir g'arb davlatlarida bämey uzun suv yutib qolib bu narsa. Yani mushunda bir maziyada Xitoy vatan shu qadar tashviqlarni qilib, tashviqni chiqaryapti, tashviqni ko'ryapmiz. Endi hozir vatanda shu futbol musobaqasi qattiq avjab ketdi, ko'ryapmiz hech kundan yog'i. To'rlar uchrab qolib qoladi. Men jumla o'zim tashviq qilmayman, taqatmayman. Endi xalqning taqatgan narsani ko'rib qoladi ekanmiz. Vatandan bo'lgandan. Endi Xitoy hukumatining national jazolarni qurib mana hatta bir misol deb beraymi, shu Kristan Taylorniki yozgan, bilasiz Kristan Angliyalik Uyg'urshunos. Bu aşı 15 yıl vatanni Uyg'urlarni tadqiq qilib, yezib chiqqan kitobda
Tinchibas Uyg'urlar kitobida bir gapi nihoyat ta'sir qilganda bunga. 2000 yilning boshlarida Qashqarda Uyg'urlar cheniqqa futbol o'ynaymiz deb ashta qilayotgan mezgilda Xitoy qattiq tekshirib cheniqqan futbolga Uyg'urning hamma pul sulab deganda ash kitob aniq yozadi. Bana Uyg'urlarning eng oddiy o'ziniki sog'lomligini ko'ngil bilish haqqi yo'q. Xitoy Uyg'urlar mushtaq qilayotgan ash kitob aniq yozilgan. Hani bugungi kunda Xitoy jazo lagerini qurib necha million Uyg'urlarni sulab bugungi kunda hamda Xitoy hamda futbol jonlantirib bütün Sharqqa tutgan har qaysi viloyat noilalarga Uyg'urlarning hammani Qashqarga yig'ib futbolchini katta futbol musobaqa o'tkazib boryapti hamda. Bu ana Xitoyningki Uyg'ur qirg'inchiligini yepish, dunyo Uyg'urlar mana erkin yashayotidi degan bir signal beryapti. Biz buningdan nimani tushunamiz? Masalan, bu shuni Xitoy futbolchilik qilishi, biz buningga qanday ifoda bildirishimiz kerak? Bu bizniki Uyg'ur davosiga qanday ziyonlarni olib keladi? Abdurrahimcan, tiyatr veya senariye veya siyaset, stratejiya davamıga davam qılığılıq. Bu bek yalıqı təəccüblənib ketadigan iş emas. İkincisi, bizge tehi bu sosyal medyada piqirab жүрген bir qancha video var. Atıştaki bu musabaqa ile alakadar. Bunun kölemini biz bilmeyimiz. Hakikaten aşında kən kölemlik mi? Enadın ki kimlerini oynatıvatıdı? Qandaq seviyede bu musabaqa? Oynavatqanlar kesbi futbolçulumu ya ki qandaq nurgun əsin biz bilmeyimiz. O Xitayның sırt çıqarğan videolarının hemmisinin işini poğul olmaydı. Hazır özünüz bilirsiniz bu sünni akıl bilen hem iş mümkün. Ama lekin biz bildiğin bir narsa var. Xitay 2023'ten kim başlatkan bu qırğınçılıkni unutturuş, sünni sahnelerini normallaştırıp aşını umumi keyfiyattek takdim qilish oyunu var. Hem de bu oyunga çabak çepiriyotgan nurgun Şinjanlıklar var. Hazır Türküm sizinki g'arib tikilib ketyapti, sharq tikilib ketyapti, berib kelyapti. Enadan keyin ichidan chiqayotganlar bor. Hamda bu berish kelish mening bilishimcha 2017dan keyin uzilib boqmagan amaliyotda biroz soni azaygan, üzülmagan. Hem 2023'ten keyin bunun kölemi kengaytirildi. Şu Xitayninki köz boyamçılık teşviqatıga moslashlarga aldığı çıqırilib, ularninki videoları etrafda keng tarqatildi. Diasporanın ichida bağallar, baramağalının içini sıqib, diasporanın ichida texdimi parçalanishni, texdimi ziddiyatni kuchaytirdi. Ondan keyin futbol meselesi kelsak, keyingi vaqtda Xitoy davlat komandasi bir qancha Uyg'urlarni ko'ryapmiz. Ham bu Uyg'urlarning hammasi qarab baqsak, bular burunqi Uyg'urlardan farqli shaklda intayin qizil xitoylashgandek ko'rinish bor. Vaqirab deyotgan va yoki muxbirlik bergan bayonotlarda qizil gaplar, men jungo bu deydigan gaplar yodlatilgan gap emas shu. Ba'zi haqiqatda ichidan chiqarib deyilib. Va bizning mening egallashimcha 10 necha yoshlik nurg'un bolalarni ichkirdagi shu futbol komandalariga opirib Xitoylarning orasida tarbiyalayotgan gap so'zlar bor. Yani bu qirg'in siyosatidan keyin Uyg'urlarning tamamen Xitoy kimligiga arliq tashlab turish nimasini yo'qotib bo'lganligiga ishongandan keyin bular janubdagi millatlar borku Tuja, Buyi, Miao deydigan Xitoyliqlash bo'lgan millatlar. Aşında aynan oldu. Bundan keyin davlat komandasi nurg'u yerda o'zini junguluq deb, Chinese deb nim qildi deydigan birinin bo'lishi mumkin. Yani birisi ham de tashqi siyosatda qara biz Uyg'urlarni ham yerda bor, tanterbiyada bor, u yerda bor, bu yerda bor. Hozir
teşviqatda şu Uyg'urlarni maymun qilib ko'rsatdik. Hamma yerda dikkan usul o'ynaydigan, hamma yerda shu kulib qilib jurgandek bir ko'rinish. Buni chet ellarda nemisi bor nurg'uli ishonmaylik buning madaniy tafakkuri kuchli millatlar. Ama hamakat milletler işinde hakikaten sizin Uygurlarındaki, mandaki sizli yalgan qilib yürüdüken sizler o qırgın dige yok deydigan bazı hamaketlimi aşında nesiga aldınıqlık deyaleyimiz. Ondan keyin ahirki nesi diasporada hazır emde qırgın mezgilde nurgun Uygurlar oturgu çıkan bolsa hazır azıyıp kitidigan, qaytidigan vatan bilan alaqasını qoyuqlaştırış üçün elçixanlarga enandaki aradaki dellallar var. Əməliyyatda tamamen istihbarat casusluqlar. Ularla alaqa qilib, ular arqalıq ayavla yaqinlashib turib, vatanga berishninki yo'llarini izlayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Çünkü bu Uyg'urlarning ko'pinchisini ma'vo 2016'dan burun dernek teşkilatının beşinde oturup olganlar ziriktirib etdi. Ümit qilib o'lidan nurg'un narsani kutgan. Ularni ümidini boshqa chiqardi. Bir ishlar bo'lamdiki, sirtdan bir besim bo'lib, bo'lamdiki degan. Bunda bir reallikmi bor. Bunda bo'lgandan keyin bu aqmas ko'yli ekan, shu zina qilib, shu bosqinchilik qilib yoki uni qilib, buni qilib, paraxo'rlik qilib, Turkiyada bo'lsa pasportni Uyg'urlarga nim qilmay boshqalarga setib yuradi ekan, u bu degandek xohishlar adet köpeygendiğin keyin ulardan keyin Xitoy buni biladi, bu ishchidagi diasporadagi har xil narsani. Xitoy bu kishilarni yeniga tortiqliq, tijorat bilan tortiqliq, siyosat bilan tortiqliq va boshqa jihatdan qiliqliq. Buning oldini oldigan hech qanday bir nimani men ko'rmadim bu dernekchilar, siyosatchilardan. Shu ekran qarasangiz rasmga tushadiganlar o'xshash edamlar. 20 yıl burun kademi şu yerde oturdu. Hatta o 50 yıl burun kırlandı. Hazırlıklı bir kutu gölge sangılan. O tağa aş edemler. Yaşları karşısınız okşaş. Yine bir 10 yılın içinde bu sepki katılgan hiç kim yok. Bu hem de nurgun ben kesbim tüpeyle her xil sahadaki Uygurlarla her xil diyalogda bulunmam. Bu diyalog esnasında muşundaq nimdeyimiz ümitsizleniş, enadın keyin zirkip qilish, enadın keyin nimdeyimiz qattiq bir ishlarni qilg'isi bor, lekin aldılar to'salg'a. Masalan, kimlari Turkiyadagi davlatda 10 necha yil yashab vatandoshlik ololmagan, dernekchilar chetga qoqqan. Başında her xil adamlar A tarafninki celip kıldıgan nurgun nersi var. Çünkü anısı var, ağaçısı var, uruk tukalları var. Kimisi hazır tercümanlık kılıvatır nurgun balla. Öyle bakın. Aşınağa. Şu da bağınısız vatangi berip kelevatqanlarga berishni to'g'ri deb qaramsiz, tükten xato qat'iy. Kerimcan, bundan sual soralmaydı Karan. Bir ziyali kişiye bundan sual soralmaydı. Bunu siyasetçi soraysınız. Siyasetçiler mi? Hem siz cemiyetçiler soğuk yani bunu siz bu cemiyetçiler bununla kesip bizim diyemeyiz. Çünkü bu cemiyetin içi de her xil grupları var. Her xil gruplarınki her xil nimeleri var. Ne deyimiz? Kütüşleri, kaygıları var. Ularning her xil endikişi var. Ularning her xil korkuşu var, xuşallığı var. Ular hem de tar iki ramkiga ya halal ya haram deb ekirish benim kesbim noktasidan to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat. Endi bu yerda biraylan uchur yozibdi. Professorninki Chilli kulturel yaylanması ve Uyg'ur mutfag'i. Yani Xitoyning kültürünün kengayishi Uyg'ur taomlarini ko'rgil bo'lamdi deydi. Namlik kitab Bunu da menimki ismini yesib akademiya chekit edoga kirsa veya ResearchGate'da o maqalaninki PDF'i bor.
Hem deydi maqolaning qisqacha mazmuni so'zlab berish mumkin bo'larmi? Rahmat debdi. Onu qısqacha so'zlab bo'lolmaydi, chunki u bir cho'ng bir tadqiqotning kichik bir nima deymiz, bir parchasi. Onu aşın o'qimoqchi bo'ldi agar qiziqqan bo'lsa, aşı kishi. Bu Lekin agar turkcha bilmaydigan bo'lsa, mening bu yilning 5'ida e'lon qilgan bir maqolam bor. Xitoy inglizcha maqola. Xitoy kengaymichiligini tushunishninki yo'li 2 Xitoy deydigan, to China. Aşını o'qimoqchimi, ba'zi narsalarni aşı yerda bor. Endi Abdurahmon o'zingiz diasporadagi Uyg'urlarniki til nimasini bilasiz. Bilmasangiz taxminan qiyos qila olasiz. Turkiyaliklar hammasi turkcha o'qib tushunadigan bilan g'arbdagilar o'qib tushunolmaydi. Jumladan men shu. İngilizce nima tushunadiganlar va tushunmaydiganlar va ikkilisi muhim temalar ekan. Bir vaqtingiz bo'lib qolib qolsa, ikki temada haqida mushki maqolangiz haqida bir suhbat qilsak, siz shu bilimingiz orqali millatni bir oqotish uchun, millatning bir ong saviyasini yuqori ko'tarish uchun bir qo'shgan bir cho'ng to'pingiz bo'ladi. Ilmjiq bu jihatlarda kuch chiqarib kelyapsiz. Shuning uchun taklifim qabul qilsangiz, mush temada ayrimsiz vaqtingiz chiqib, qavaqda bir suhbat qilsak. Bo'ldi, ashuna talab bo'lsa, oldimizda kunlarda muvofiq chog'da qilsak bo'ldi. Men muallif o'zim bir ko'rib, ChatGPT tarjima qilib ko'rib, nima qilay, savollar qo'yib qolsa chiqaray savollarni tayyorlab, ani keyindan shuni qarab andan bir nima qilaylik. Rahmat Abdurahmonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib bergan Uyg'ur choyxona suhbat programmasida keng doirada yaxshi bir suhbat qilib berdingiz. Buning uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Keyin qatim suhbatda yana ko'rishib turamiz. Qarindoshlar, yangi suhbat temalar qolib qolsa, suninglar, talab qilinglar. O'zingizlar yaxshi ko'rgan temalar qolib qolsa, bu diasporada bo'layotgan ishlarni yaxshi shaklda ish beradigan yaxshi suhbatlarni qilaylik, siyosiy mulohazalarni qilaylik. Ya'ni har qaysining bilim egallari o'zingizning o'qigan bilim sohasida millatni oqotadigan mana jihatlardan bir kuch chiqargan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz musharraf bo'lsin. Allohga omonat. Abdurahmon sizga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimda sonda ko'rishaylik. Oxirgi bir fikringiz bo'lsa olay, bo'lmasa ekronni nima qilaylik. Ben aldılar rahmet aytaman. Mush fursat bilan ba'zi temalarda fikr almashtirdik. Bunda programmada deyilgan gaplarninki tamamiga diqqat bilan ko'rilmay, ma'lum bir yerini tutib olib va yoki kesib olib uni taqtish bet niyati bo'ldi. Shunga agar qiziquvchilar tamomini ko'rgay, suallari bo'lsa, tushunmagan yerlar bo'lsa, biz Abdurimjon orqali menga bir şekilde yetkazildi. Men yine izohlashga tirishaman. Diasporadagi hammalarning ushbu vaqti xayrli bo'lsin. En qisqa vaqtda o'zimiz tug'ilgan yurtimiz Sharqiy Turkistonning nerede olsa Asiyada evlat nima urug' tuqqanlarimiz bilan, millatdoshlarimiz bilan jam bo'lashga nisb bo'lg'ay va buning uchun har kim qo'ldan keladigan hamma ishni qilg'ay. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Allohga omonat. Ko'rmaklar qatim sonda ko'rishaylik. Taqib qo'yinglar. YouTube'dagi Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga a'zo bo'linglar. Hammanglar Allohga omonat. Ko'rishaylik.